Assalomu alaykum hammaga Special Money kanaliga xush kelibsizlar jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda birinchi javob saytida pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Videoni boshlashimizdan oldin biz mana bu videomizni hol bilan aniqlab olishimiz kerak. Bilasizlar o'rtoqlar, biz har kuni har bitta videomizda konkurs o'tkazamiz. Konkurs shartlari mana shu Special Money YouTube kanaliga obuna bo'lishingiz kerak va Telegram kanaliga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. Telegram kanali silkasi video opsiyasida va закрепленный kommentariyada bo'ladi. Video oxirroqda Telegram kanalimda ham sizlarga tanishtirib o'taman. Xo'p, hozir mana bu videoning silkasini zaram qilib olamiz. Random saytiga o'tamiz. Mana bu yerga videoning linkini joylashtiramiz. Bu yerdan davom etish. Xo'p, bu yerdan winner ustiga bosib qoldiramiz. Hol bo'rtili mana shu obunachiimiz holi bo'ldi. Agarda shu obunachimiz bizni ko'rayotgan bo'lsa, bizga Telegram orqali aloqaga chiqishni so'raymiz. O'z pultlarini par hamyonlariga tashlab beramiz. Xo'p jigarlarim, kanallarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda videomizni boshlaylik. Sizlar bilan bugun aynan mana shu saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Saytda pul ushlashimizdan oldin birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Uning uchun mana bu yerdagi registratsiya bo'limini ustiga bosasizlar. Mana bu 4 ta bo'limni to'ldirasizlar. Mana bu yerdagi registratsiya degan tugmani ustiga bossanglar, oddiygina ro'yxatdan o'tib olasizlar. Men ro'yxatdan allaqachon o'tib olganman. O'zimning akkauntimga kirib olaman. Men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Xo'p, o'rtoqlar, sayt ko'rinishi xuddi shu ko'rinishga ega. Sayt orqali biz qanday qilib pul ushlab borishimiz mumkin? Mana bu yerda o'rtoqlar 5 ta bo'lim mavjud. Birinchi bo'lim doma bo'limi, bu saytning glavniy oynasi hisoblanadi o'rtoqlar. Xo'p, bu yerda zadachi bo'lim mavjud, komanda bo'limi mavjud, VIP bo'limi mavjud va mini bo'limlari mavjud. Xo'p, biz o'rtoqlar VIP bo'limidan boshlaymiz. VIP bo'limini ustiga bosasizlar. Saytda o'rtoqlar biz mana bu levellarni ochib, saytda oddiygina pul ushlab borishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda o'rtoqlar level 0 bor, ya'ni level 0 ni ochish shart emas. Bu bizga har kuni 0.43 sent foyda olib kelib turar ekan. Bu yerda o'rtoqlar agarda level 1 ni ochadigan bo'lsak, biz har kuni $1.90 foyda olar ekanmiz. Bu level 1 ning narxi adashmasam $9 yoki $8 edi. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar level 2 bor. Level 2 ni ochadigan bo'lsak, biz har kuni $6.10 pul ushlar ekanmiz. Level 3 ni ochadigan bo'lsak, biz har kuni $21.5 pul ushlar ekanmiz o'rtoqlar. Qolgan levellar bilan o'zlaring tanisha olasizlar. Bizda o'rtoqlar hozirda level 2 ochiq va biz har kuni $6.10 dan foyda olib turar ekanmiz. Ejderniy zadaniya, ya'ni har kuni bittadan zadaniya beradi. Uni qanday bajaramiz? Bu yerda alohida zadachi bo'limi mavjud. Ustiga bosasizlar. Zadachi bo'limini ustiga bosganlaringdan so'ng sizlarda xuddi shunaqa oyna ochiladi. Mana bu yerda o'rtoqlar zadaniyamiz turibdi. Bu yerdan zavershit degan tugmani ustiga shunday bosib qoldiramiz. Loading bizda hozirda zadaniya bajarilmoqda. Ozroq kutamiz. Mana o'rtoqlar zavershini uspeshni bo'ldi. Endi mini bo'limiga o'tib, bu yerni tekshirib olishingiz mumkin mana. Balans уже $6.10 ga o'zgardi. Xuddi shunaqa qilib zadachi bo'limi orqali zadaniya bajarishimiz mumkin bo'ladi. Bizga 9 soatdan keyin yangi zadaniya berishni aytmoqda. Xuddi shunaqa qilib VIPlarni ochib, biz saytda oddiygina pul ushlab borishimiz mumkin. Bu yerda o'rtoqlar ikkinchi pul ushlash yo'li komanda bo'limi, ya'ni saytga o'zingizni do'stlaringiz ham taklif qilib ham saytda pul ushlab borsanglar bo'lar ekan. Xo'p, o'rtoqlar mini degan tugmani ustiga bosib qoldirasizlar. Endi sizlar bilan saytga pul kiritish, pul chiqarishni ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Kelinglar birinchi pul chiqarishdan boshlaymiz. Pul chiqarish uchun bu yerdan Atwist degan tugmani ustiga bosib qoldirasizlar. Biz o'rtoqlar Web20 ga yoda TRS20 ga pul chiqarib olsanglar bo'ladi. Men hozir Web20 ga chiqaraman, ustiga bosaman. Kvota degan joyiga qancha chiqarib olmoqchi bo'lgan summangizni yozishingiz kerak. Adres Vivod degan joyiga Web20 adresingizni kiritishingiz kerak. Parol degan joyiga ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda kiritgan parolingizni beri ham kiritib o'tishingiz kerak bo'ladi. Men hozir bo'limdan to'ldirib olaman. Men bo'limdan to'ldirib bo'ldim. Sayt o'rtacha qanaqa komissiya olmasligini aytmoqda. Bu yerdan подтвердить degan tugmani shunday bosamiz. Вывести средства успешно, ya'ni bizana pullarimiz chiqib ketdi o'rtoqlar. Sayt uzog'i 3 minut yoki 2 minutda bizana pullarimizni 100% to'lab beradi. Ungacha o'rtoqlar saytga pul to'ldirishni ko'rib turamiz o'rtoqlar. Pul to'ldirish uchun bu yerdan perazaratka degan tugmani ustiga bosib qoldirishimiz kerak. Bizda o'rtoqlar BNB, Web20, TRX va TRS20 USD yo'nalishlari mavjud. Xo'p, men hozir mana bu Web20 USD ni ustiga bosib qoldiraman. Xohlasam o'rtoqlar mana buni skaner qilib to'ldirishim mumkin. Xohlasam mana bu adresga tashlab to'ldirishim mumkin o'rtoqlar. Ikkalasi ham bitta narsa. Xo'p, masalan o'rtoqlar sizlar level 1 ni ochib olmoqchisizlar, narxi $8 bo'lsa,
$8. Mana shu hamyonga to'ldirgandan so'ng saytga qaytib mana bu yerdagi пополнение счет завершение degan tugmani ustiga bosib qo'yish kerak. Bosgandan keyin примерно 3 minut ichida to'ldirgan pullarimiz saytga yetib keladi. Keyin biz bemalol boyagi levellarni ochishimiz mumkin bo'ladi. Biz orqali Bitget, Binance, Payer xohlagan hamyondan bemalol pul to'ldirsangiz bo'ladi. Juda ham oddiy o'rtoqlar. Special Money Telegram kanalimizga o'tib olsanglar, to'liqroq ma'lumotlarni o'sha kanalda berib boraman. Xo'p, menimcha pul to'ldirish hammaga tushunarli bo'ldi. Bizning pullarimiz уже Bitget hamyonimizga yetib kelgan menimcha. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar shot bo'limi mavjud, finansiy zapis bo'limlari mavjud, ya'ni istoriya bo'limi mavjud. Endi shunda Bitget hamyonimizga o'tamiz. Bir marta yangilaymiz. Xo'p, mana o'rtoqlar $6.10 chiqargani hech qanaqa komissiyasiz Bitget hamyonimizga yetib keldi. Saytga pul kiritish, pul chiqarish, qanday qilib pul ushlash, hammasi tushunarli bo'lsa, sayt silkasi Telegram kanalimda bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, endi sizlarga o'zimni Special Money Telegram kanalini tanishtirib o'tsam, tezda bu kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. Obunachisi 379 ta bo'ldi. Davayt o'rtoqlar, shu videoda 400 ta qo'rasizlar degan umiddaman, podpishka qilasizlar degan umiddaman o'rtoqlar. Tezda o'tib bu kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bu Telegram kanalimizga hozirda chiqayotgan yangi saytlar, yangi programmalar, yangi botlar hammasini o'rtoqlar mana shu Special Money Telegram kanalimiz va Smart Telegram kanalimizga yuklab bormoqdaman. Bemalol o'tib nima deydi, obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Telegram kanali silkasi video opsiyasida va zakreplonli kommentariyada bo'ladi. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.